Bu yana Sardor YouTuber kanali. Aytganimdek yana Grot bilan Loki yana to'qishyapti. Yana kanalda o'ynab ko'rmoqchi. Bugungi oldingi videoda Grot yutdi. Endi ko'ramiz kim yutadi. Grotmi Lokimi? Yana bir bor kommentda bosasizlar. Bolalar, tamam. Grot baribir chatoq ekan. Hozircha 1-0 Grot foydasiga. Digil Drabashda normal o'ynadi. Nima bo'ldi? Grot topurchi, talay. Like qilamiz. Donat qilamiz. Давай. Loki. Men Lokiga yonaman. Просто Grot, Drabashda, Loki. Anche to'qson, Dravash. Grot. Oho, Unity. Loki foydasiga. Hisob 1-1. Loki foydasiga. Davay bola, like, obuna qoldiramiz. Like bosinglar bola, like. Давайте. Давай. Ха-ха. Aqlimdagi Grot'im. Молодец. Grot foydasiga. Hisob 2-1. Grot foydasiga. Hisob 2-1. Qarab o'tirmay like bosinglar, bolalar. Obunani ham shaqillatib bosib tashlayman. Okey. Grot aylanib o'tyapti. Lokini foydasi. Молодец. Yaxshi. Loki. Naptalak. Hisob 2-2 hisob tenglashdi. Loki foydasiga bo'ldi. Grot kutyapti. Sal chiqsa bo'ldi. Kutyapti. Grot. Yo'qdan Loki. Aytdimi? Grot. Молодцы ekan. Men aniq kim yutishini bilmayman. Hozir Grotga ham, Lokiga ham o'tkazayapman. Headshot urganlar ko'rinmayapti. Faqat Lokiniki tasodifan tushib qolyapti. Masalan, Grotga headshotlarni amalga chiqyapti. Ana endi bu Lokiga olyapti. 3-3. Demak, u atayin qilyapti. Masalan, kelishib o'ynayaptimi, bilmadim. Fikringizni o'z kommentlarda yozib qoldiring. 3-3 bo'lyapti. Endi Lokini kuzataman. Loki tarafdan Grot ham tepaga chiqyapti. Yaxshi, bu safar Loki ancha harakat qilyapti, chunki headshotga baza tutdi. Ularga qo'ydim.
O'ziga xotirjam qo'ydi. Молодцы. Krot foydasiga. Zo'r. Yaxshi, krot. Loki. Lokidan. Молодцы, Loki. 3. Hatta çeviryapti. Ketyapti. Orqasidan Jon ekan. Urdi. Krotgani qo'shadi. Davay bo'ldi, yana bir raund qoldi. Bir raund oxirgi raund. 5-3. Krot yutishi mumkin. Agarda Loki o'yini chiqib, hisob tenglashmasa, 5-5 comeback ketadigan aytamiz. Qani Loki comeback qilarmikan yo Krot 6-3 ga yutarmikan? Давайте fikringizni kommentariyga yozib qoldiring, kommentariyaga. Menimcha Loki comeback qilsa kerak Loki, chunki hozir kuchaydi, sal jahli ham chiqib turadi bu bolani ekani. Loki ham Krot normal o'ynaydi. Bo'ldi. Yana bir raund bor ekan. Adashib ham bolalar uzra. Mana o'ynadi. Sasigan bo'lsalar, sal cheaterga o'xshab tuyuladi. Tiglar normal o'ynagan. Men ko'rmay ham qoldim, hozir hech o'tirgandim Krotni. Loki esa yanqayman Loki. Tushgan payt chiqib qolsa ham bo'ladi. Orqa tarafdan uch keletdan dang'ilab yuradi. Yetarkan baribir. Победи. Krot 7 kill, Loki 8 kill. Krot g'olib. Yana bir bor tabriklaymiz. Sizlar esa like, komment, obuna bosishni unutmanglar. Go bo'llar, gaplashamiz.